Zamira Merganova. 64 yoshdaman. Bunaqa 3 yoqli nerv og'rig'i bilan keldim. Bu 3-chi kelishim bu joyga, Saidixonni oldiga. Kecha men og'riganimga aniq yili esimda yo'q, lekin 20 yilcha bo'ldi boshlanganiga. 3 shoxli nervda. To men uni 3 shoxli nerv ekanligini bilib olgunimcha stomatologlarga qatnaveribman, tishlarimni oldiraveribman, og'riverdi. Yig'lab haligi hovlida aylanib, ishimni qilib yuraman. Bolalar oldida yig'lagani hijolat qilaman. Ovqat yeya olmayman. Bir narsa qiynalib, bir muddat bir 25 kun ovqat yemay ham yotganman. Yotgan yerimda shishib ketganman. Unda haligi o'laydigan odamni terisiga shishib ketganda qo'lini tekkizsang shishib qaytadi, shunaqa bo'lib qolganman, shishib ketganman rosa. Ancha yana bir lecheniya, bir narsalar qilishadi. Baribir natija bo'lmadi. Xirurgiya markazida operatsiya qildirdim, orqadan, quloq orqasidan. Yana sekin-sekin og'riq kuchayib ketdi. Endi birdaniga yana bir doktorga hali qilib, yuragim bezillaydi, hech qaysi doktorga bormayman. Chorasi yo'q ekan deb. Lazer bilanmi, tok bilanmi urishdi. Ta'sirlatib urishgandan keyin bo'ldi deyishdi-yu, meni reanimatsiyaxonaga chiqarib qo'yishgandan keyin orqamdan ikkinchi bemor olib kirgizishdi. Men haligi yotibman-u, og'riqni sezyapman. Tilimda aylantirsam, tanglayimda og'riq bor. Og'riyapti. Dod deb chaqirdim. Menga doktor chaqirib berdilar. Menga og'riyapti. Hozir qayta operatsiya qilamiz yana sizda deyishdi. Yana qaytarib olib kirishdi-da, yana haligi shunchacha uzun naycha ekan, tiqib tasratib urishdi. Dod deb baqiraman. Har qilib bir jonim orom oldi, to'xtadi. Yuzim, ko'zim, qoshim atrofida muzlash paydo bo'lib qoldi. Ko'zim yaxshi qovoq ochilib yopilmaydi. Endi qiladigan bitta amalim shu shekilli, qiladigan ishim. Endi operatsiya qildirmayman. Chunki operatsiyaning oxirgi natijalarini ko'ryapman. 5 marta operatsiya stoliga yotibman. 6 oy bo'ldi boshlanganiga, o'sha haliginda kuz sezonida birinchi kelishim. Bitta kursga keldim. O'sha 8 kunni to'liq o'tab ketdim. Lekin og'riqni beda Saidixon aytdilarki, agar sal bo'lsa ham og'riq qolmayapti deganimga, sal bo'lsa ham og'riq qolgan bo'lsa, yana qayting, ko'ring dedilar. Qaytib keling bu yerga. Pasayda haqiqat achish bor edi. O'z-o'zidan tinmay achishardi. O'sha og'riq achish yo'qoluvdiki, sal umid paydo bo'ldi. Qaytib keldim. Yana ikkinchi kursda oldim. Lekin ari chaqib ovqat yetganimda yig'lab o'tmasda dod deb yig'lab yerdim. Ikkinchisini ham buni amallab olib, sal pasanga o'xshadi, ketdim, uyga bordim, yo'qoldi. Jidja qoldi. Bitta tok urib, bitta sanchib ketadigan holda qoldi. Mana 2 oy bo'ldi unga. 2 oydan keyin keldim. O'shani yo'qotgani keldim. O'sha bitta sanchiqni yo'qotgani keldim. Aytibman, operatsiyalar jonimga tegdi. 2-marta Qur'on xatm qilyapman, o'qidim. Aytdim, mengaki Alloh shuni ravo ko'ryapti shekilli. Demakki, men u operatsiya stolida jon ala qilib orom ololmas ekanman. Endi Allohga suyanib jonim orom olish kerak ekan endi. O'sha haligini 3 shoxli nerv quloqning oldidagi qo'limning uchidagi tochkada tinmay achishadi. Kechasi kuni to'xtamasdi. Birinchi arini olgan o'sha achish yo'qoldi. Lekin og'riqlar turdi. Sekin uyga ketgandan keyin pasaydi. Demak, o'sha Saidixonni gaplaridan sal bo'lsa ham sezdingizmi degan gaplaringizni ha dedim. Demak, borishim kerak ekan dedim. Menga o'sha Allohning mo'jizoti ari kerak ekan. Shu endi unda operatsiya bo'lasiz, bir marta joyingiz narkoz bilan bo'lgandan keyin ko'p og'riq sezmaysiz. Sekin alik bo'ladi-yu, lekin keyingi og'riqlar dahshat, keyin davom etishi. Endi bunda mana va ukam aytganlaridek ari chaqadi, hamma yoq shishgan, dod deysiz-u, natijasi yaxshi. Demak, menga o'xshab necha yillar operatsiya qilib tuzalolmaganlar ariga imkon bersin, ari bilan harakat qilib ko'rsin. Shuncha yil aytaman, meniki 20 yilga yaqinlashib qoldi. Buning ichida 5 marta operatsiya bo'lgan bo'lsam, yana qaytib og'riyapti. Demakki, eng haligi nuqta Allohning mo'jizasi. Hozir yaxshi. Hozir kayfiyatim yaxshi. Jazamas.
shirin uyqu uxlolmasangiz. Arini chaqishi haqiqatda yarim soatga og'rig'i boradi, keyin o'z-o'zidan shirin bo'lib tarqab ketadi. Keyin qaytib og'rimasligi bu baxt-ku, baxt, xursandchilik, qaytib og'rimasligi. Kayfiyatingiz ko'tariladi, mazza qilib harakat qilasiz. Hamma joyingiz xotirjam. Endi o'sha bizga o'xshagan bemorlar mana ko'rayotgan bo'lsalaring, qo'rqayotgan bo'lsalaring, qo'rqadigan joyi yo'q. Inshaalloh Alloh bekorga yaratmagan ekan haqiqatda mavjudotini, arini ham, bandasini ham. Bir-birimizga bog'liq joylarimiz bor shekilli. Ta'riflashdan ham qo'rqaman-da. Oy, azobdi, u azobdi. Shu og'izni ochdi, o'zi azob edi, uchoqlanir. Deb gap sizdan yoningizdagi oila a'zolaringiz gap so'raydi. Ichasizmi, yeysizmi, og'rimayaptimi, bunday qilaylikmi deydi. Deb og'zingizni ochib bir og'iz so'zni gapiraman desangiz, u azob millionta nina kelib sanchib ketaveradi. Gapirish azob tursin, bitta jumlani oxiriga yetkazish azob tursin, bitta og'iz gapni gapirish uchun azob. Deyishingiz bilan mana shunaqasiga olib kelib urib sanchib, voy. Og'riqdimi? Haliganda Allohimni do'zaxdagi o't olov azobiga tenglashtiraman. O'shanda aytardim, do'zax eng kuchli og'riganda aytardim, do'zax azobi ham shunchalik bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Bundan ortiq do'zax azobi bo'lmasa kerak derdim. O'sha do'zax azobiga tenglashtirdim u og'riqni. Allohimga shukr. Har safar haligi bo'lganda ham jicha muddatga og'riq pasayib qolyapti-yu. Endi dedim, keyin yana og'risa ham, endi Allohimni yaratgan mo'jizalari bilan davolashni ixtiyor qildim. Mana shu ari bilan inshaalloh tuzalib ketaman deb umid qilyapman. Bu 3-kursim. Inshaalloh shifo topaman. O'zim ham hayotga intilish, yaxshi kayfiyatda yashashga o'zim maqsad qilyapman. Yoningizdagilar yeb tursa, mazza qilib ishtahama, siz bir qultum suvni icholmasangiz, bu azob. Shunga aytaman-da, men do'zax azobini tenglashtiraman. Lekin hozir chaynaya turib, sheriklarim, xonadoshlarim yey turib, voy desa aytaman, siz voy deyapsiz. Men ovqatni bitta luqmani og'zimga olay turib, yig'lab yerdim. Chaynalmasdan yig'lab yerdim. Oxirgi vaqtlarda ko'proq blenderdan maydalab ichadigan bo'lganman. Endi hozir Xudoga shukr, 3-kursda bemalol chaynayapman. O'sha bitta sanchiq har zamonda kelib ketadi. Inshaalloh bu ham yo'qolar. Bemalol chaynab yeyapman. Har aliganda yetganimda Allohimga shukr. Meni og'zimda o'zi yegizayotganiga shukr. Yutganim meniki. Uzoq dard tortib yurmanglar. Agar 3 shoxli nerv og'riyotganligini bilsangiz, yurtdoshlar, mana shu doktorlarga mayli tavsiya qilib ko'rsating, lekin asosiy Allohimni buyurgan, bizga bergan ne'mati asalari med orqali davolashni ixtiyor qiling. Inshaalloh shifo topasiz. Bizning telefonlar 93 kodi bilan 918 25 75 va 99 kodi bilan 402 15 04.